Mana bu ziyoratgohni mana o'sha davrlarda nima Ismoil Samoniy deganda bu buyuk inson bo'lgan, Qur'onni yodlagan. Buning o'sha parkni ichida bitta qabri bor. Mana shu ichida qabri bor, toshdan terilgan. Va men faqat bozorga borsam, savdoni qilib, narsa sotib kelsam, bu qanday inson ekan, shuni bir ko'rishni xohlayman degan ma'noda juda ko'p harakatlar qilib, ziyorat qilib, yosinlar o'qirdim. Ertalab barvaqt kelib yosin o'qib, savdomni keyin qilardim. Va buni ko'rishim kerak mani tushimda. Bu qanaqa inson ekan bu? Bu va'da bergan, kim nima niyat qilsa shu niyatiga yetadi degan 40 yil uni duosi ijobat bo'lgan dunyodan o'tgandan keyin Ismoil Samoniy deydi. Bu inson daho o'tgan, buyuk o'tgan Buxorodan va bu odamlarga ilm tarqatib, yaxshilik amallarni qilishga buyurib, mana shu holatda yashagan inson. Endi buni har odamlar kelib ziyorat qilib, haqiga duolar qilib, niyat orzular qiladi, shunaqa hurmat berib, hozir qabul bo'lmaydi. O'tgan o'zidan keyin ketgandan keyin 40 yil mana ziyorat qilgan insonlarning duosini Alloh qabul qiladi degan. O'tdi uni davri. Endi buni men ko'rishim kerak. Kim bo'lgan bu degan maqsadda haqiqatan va bir tush ko'rdim tushimda. Buni ikkita o'g'li ham bor oldida, uni qabrlari bor. O'g'limi kimdi bilmayman. Shu tushimga ketayotganimda xuddi mana shu maskanni holatda namoyon qilib, men kirishim kerak. U kirishga ruxsat so'ramaydi, bermaydi. Misol o'tiribdi. Bu shayx o'tganmi, kimligini bilmayman. Keyin men o'tmoqchi bo'lganimda ular meni yo'limga qarab qo'ymoqchi bo'lmaganda, men ularni o'sha duolar bilan Allohning amri bilan ikkalasini ham olib tashlaganman va to'g'ri kirib borganman. Va kirib borganimda bu chiroyli bir nuroniy inson ekan, bir chiroyli bir joy, qo'lida Qur'on kitobi bor ekan, o'qib o'tiribdi. Qur'on kitobini olib o'qib turib, menga bir qarab qo'ydi, keyin men gapirmadim, Qur'on o'qib o'tirgan ekanlar deb orqaga qaytganman. Bu haqiqat bo'lgan voqea. Buni qabri 7 xilmi qancha tavlanadi. Hozir borsang oftob paytda boshqa xil rang bo'ladi. O'sha nima tushadigan boshqa xil rang bo'ladi. Buni ko'rish mumkin-da. Qiblaga qarab qo'yilgan bu joyda bu insonning qabri bor. Mana shu yerga o'tiribman. Qabrlari oddiygina qilib taxlangan va bu Buxoro bu buyuk davlat, buni insonlar bilmaydi, O'zbekiston xalqi ham unchalik bilmaydi. Bu parkni ichiga taxlab qo'yilgan. Uning o'sha holatida aytib o'tilgan narsalari bor. Chashma Imom qabri bor. Keyin bundan u yoqqa Islom Karimov bitta Qur'onni o'sha hadislar to'plamini keltirib Buxoroga qurdi. Buxoro al-Buxoriy kitobini nima qilib qo'ygan. Mana shu holatda buni ko'rish mumkinki, bu Ismoil Samoniy deganda bu inson buyuk va ulug' o'tgan, bu haqiqatdan odamlarga ko'p duolar qilib, Qur'onni yodlagan buyuk shayx podsho bo'lgan. Mana shu holatda ko'rish mumkin.